Hammaga assalomu alaykum. Kia Rio'miz bitdi. Kuzovnoy pokraskadan chiqdi. Endi sborka ketyapti. Bunga lonjeron qo'yganmiz. Juda qattiq urilganda stakanlar ham polni ichkariga egilib ketgandi. O'shaning uchun silli lonjeron qo'ydik. Ko'rib turganingizdek sborka ketadi. Sborkadan keyin hech nima ko'rinmaydi. Bu yerda motorlar polni yig'ilgandan keyin chiroyli vidga kelib qoladi. Ichidan ham chiroyli bo'yab o'shatib qo'ydik. Sensorlari ham chiroyli bo'ldi. Sborkasi ketyapti. Torpedolarni qo'ydik. Ichkarida ishlari ketyapti. Xudo xolasa chiroyli yig'ib, himchiska qilib egasiga topshiramiz. Mashina karshering bo'lgan oldin. Endi karsheringdan chiqarib, bu ishni mashina bo'ladi. Shunaqa holat, endi ozgina kosmetik ishlari bor. Polirovka, sborka, himchiska. Tak mashina chiroyli chiqdi. Kapotlarga chalmashgan. Ichkaridagi uloqlari ham chiroyli bo'lgan. Torpedodan polni yechgandik. Polni almashgan ichkarida. Konkretno ish bo'ldi bu mashinada ham. Shunaqa holat do'stlar. Kuzatib boringlar. Biz harakatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.